Salom do'stlar, bugun biz bir blokda o'ynab ko'ramiz. Men videomni yarmini chiqarganman. Bu boshqa telefondan chiqarganman. Bu boshqa telefondan birinchi videom bo'ladi. Va orolimizni kattartirib yotuvdik. Kattartirishni boshlaymiz. Xayriyat, mening ismim Abduhamid. Albatta mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Obuna bo'lish unchalik qiyin emas deb o'ylayman sizlarga. Like pastida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosamiz va ish tayyor. Hozir biz bir blokda o'ynab o'zimizga chiroyli bir uy qurmoqchimiz. Buni ustidan chiqamiz. Bu yerda bittagina molim bor. Va buni yaxshilab kyoka bilan chopamiz. Blogimiz shu yerda. Yaxshilab chopamiz. Do'stlar, ishlaringizni chiqarasiz. Yoki boshqa narsa chiqarmasdan indirmang. Tezroq qilish kerak. Biz hozir birinchi loydan qilamiz. Nima qilsam ekan deb o'ylanayapman. Mana shuni oldidan aniqlamiz. Kichikcha hosil qilamiz. Pastga tushamiz va lavani bitta lava olamiz. Tinchgina shu yerga turgani ma'qul. Va mana shu to'rtburchak atrofidan kengaytirib kelamiz. Mana shu boshidan chiqib voy blokimiz qolmasin. O'shanday albatta obuna bo'lib qo'yingizlar. Bu videoni chiqaramiz. Bu videoning ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Bu videoning ikkinchi qismi juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu o'yinda agar mod qo'shib bo'lsa, mod qo'shamiz. Mod qo'shib o'ynab ko'ramiz. Qo'ymay qoldi. M shaklida qoldi. Yana boramiz, yana blok qo'ymaymiz. Bu yerdan emasmi? Men turgan joy emasmi shu? Qani? Voy. Mana bo'lsin. Qani endi? Omolim tushib ketdi-ku. Endi nima qilamiz? Men juda ham jinnonim qo'ziyapti. Yana tong yorishmoqda, obunachilar. Shunday qilib molimizni qaytarishimiz kerak. Mening o'zim 20 obunachi. Molimiz qaytdi. Yaxshi, molimiz qaytgan. Bir taraflama yaxshi bo'ldi. Molimizni tekin tomoqlarga o'xshab qaytarmaydi deb o'ylasam,
qaytarar ekan. Alohida o'zimizga tochkacha qo'yishimiz kerak. Agar bunday qolsa yaxshilab sotamiz va boyagi ishimizni davom ettiramiz. Ana shunday. Agar suv chiqsa, sandiq chiqsa edi, ichida suv bo'lsa, bu yerda ekin egardik. Hozir biz nima yasab olishimiz mumkin ekan? Sir ko'ramiz. Bomba yasar ekanmiz. Bitta ehtimolga qarshi yasaymiz bundan. Ana shunday, bundan bor. Bundan yo'q ekan, shamchi. Shundan ham yo'q ekan. Va bu yo'q ekan. Hozir biz bir guvohlik qilib molimiz chiqmasligicha o'rab olamiz. Mana shunday qilgan holatda bu shumshuk mol har joyga ketib qolishi mumkin. Bu dafar agar video kutayotgan bo'lsalaringiz, bu video men va yana bitta sirli odam bilan bo'ladi. Bu odamning ismini aytmayman, faqat keyingi videomda aytib o'taman. U odam bilan ko'p video olganmiz, u bola bilan ya'ni. Lekin ne ko'p o'ynaganmiz, adashib ketdim. Ko'p o'ynaganmiz, lekin video olmayapmiz. Bu galgisiga video olamiz. Shunday qilib yaxshilab chopamiz. Sandiq bersa qanday yaxshi bo'lardi. Sandiq olmaysa birikmacha qoladi. O sandiqda va olmos bilan oltin kurtka. Oh nice. Men hududimni zotto ho kengaytirib oldim. Ko'p sandiqlar o'sha oltin kurtka. Ana ikkita mol bo'ldi. Surilibdir. Endi bularga alohida katak qilishim kerak. Katak deb qilishim kerak. Ana shu yerdan yaxshilab ikki qavatdan qilamiz. Shunday qilamiz. Agar tushib ketsa, yana qaytib keladi. Bularga qo'yib tursin. Mah. Şamaz ana kapakka qarab olg'a. Bunga biz bitta uyda bitta javob olim bor. Uyitadi. Bu yoqqa qarab. Ayra sen bitgan joyingga qamaysan. Chiqishga oson edi. Otga qarab tarib boramiz. Tez yapamiz.
Endi bu kadar qilmaymiz. Yaxshilab. Bu birinchi videom bo'lyapti. Birinchi videom kamgina obunachi yig'madi deb o'ylayman men. Biz juda ham ko'p harakat qilyapmiz. U sigir tushib ketmagan bo'lsin. Bu laklanib yuruvdi, hozir ko'ramiz. Agar tushib ketgan bo'lsa, men nimaga o'tirdim? Qani, tushib ketibdi. Qadrli obunachilar. Uyim tomiga chiqmaganmiz-ku. Sal qoldi. Sal qolishga sal qoldik-ya. Yaxshiyam dabdara bo'lmadi. Mashirmidi? Mashirga adashib bo'lgan. Adashib millatishib qo'yiladi hozir. Rosa ko'p qiladi. Ana tez qiladi. Narsalarni tashlaydi. Jon tashlaydi. Bu ham masalan daraxt o'shagan narsalarni asosiy qo'yadi-da. Yaxshi bo'ladi. Albatta sizlardan obuna bo'lishingizni kutaman. Sigir kelmadi, ifloscha. Yana bir ikki marta bu ana. Seni endi kataging debman. Kataging ana joyida. Sen kimisini ocham. Молодец. Voy, molni tushirmadi, o'zim tushib ketdim. Ahmoqman. Nas. Qanisan, tushdingmi? Yo'qmi bilmayman. Tushirasan, bo'lmasa chopib tashlayman, bo'lmasa yur. Urama menga. Chiq, tez. Ketib qolmay judimda. Nakas. Qanisan. Majbur qilma meni. Ko'r. Son. O'ldiraman. Hech kim ko'rmadi. O'zimdan o'zim ko'rmadim. Meni hayolimga bir narsa agar adashib bo'lsa. Bu providing alternasini koyuyor. Hozir va qanday chiqaman endi? Shuni qilamiz. Chiqqandan keyin buni yo'q qilamiz. Nega chiqadi? Yilallab yasangcha chiqasan. Shunday qilamiz. Qo'y. Endi qo'yga qilamiz.
Qamaymiz. Va ha. To'q joylarimiz. Bitta eshik yasab olishimiz kerak. Eshik qanday yasalardi ya? Hozir qilamiz. Bunda almaslarimiz saqlanadi. Bunday qilamiz. Tillon bor. Mana bo'ldi. Men boyman. Eto boy. Deganlar deb o'kiramiz. Bunday qilamiz. Bizga kerakli narsalar kerak. Bizga ajab uchun narsalar kerak shart emas. Bo'lmasa fikr ko'ramiz. Eshik qanday yasalardi? Farqi yo'qmi? Bularda ichida bo'lsa kerak, hozir ko'rib chiqamiz. Yo'qsam birinchi uyimni ichida ham sanduq. Rosa ko'p men sanduqlarim to'lib ketgan ekan. Bu yerda 7 ta bor ekan, bu yerda 22 ta bo'lsa 36 yo'qotgan bor ekan. Ularni qilib boshqa qilib qo'yamiz. Mana shunday 54 ta ikkita kerak bizga. Hozir bularni sanduqqa solamiz. Va biz kutgan odamlar bo'ldi. Ishni solamiz. Bu satldan ham solamiz. Buni va bo'ldi. Shuni qilamiz. Bitta u oltita. Tur yuqori. Tayyor va o'zim uyimda eshikcha qo'yib olaman. Va meni kallamga bir g'oya keldi. Sizlarning ham kelgan deb o'ylayman. Eshik chopamiz. Ishlaymiz. Meni kallamga zo'r g'oya keldi. Agar tosh blok bo'lsa, bu yerda bitta lava bor. Uyimni yoritish uchun meni rejam ish berishi. Mana. Vaqtinchalik shunaqa ham ko'p turadi. Mana shunday satlni solamiz va sanduqlar judayam to'lib ketdi. Mol katak, qo'y katak qilib oldik. Katak xona, ya'ni katak debman. Kelmasin. Ketaman. Agar nimadir kesiladi, ketaman. Men tushib qolsa ko'rgan bo'ldim. Hamma narsa yaxshi kelyapti.
yomoni bilan kelmasin. Va shunday qilamiz. Ishga bir yomon narsa kelmasin. Nedir bo'ldi? Şimdi yoktu. Bu buranın o'z yomon narsa keladi. Qo'rqyapman. Judayam yurakka qo'rqinch qilamiz. Narsalarni uyimni chekirgizaman. Nima qilib bo'lsa ham yomon narsa kelmasdan sochilib ketadi. Mayli, buni ichiga solib qo'yamiz. Qilichim bor ekan, toshli qilichimni almashtiramiz. Toshli ko'rkam bor ekan, shuni almashtiramiz. Va bularni qo'yamiz. Sebiyo cho'riyo deydi. Buni birlashtirsak bo'lmas ekan. Bu sandig'imiz yo'q, bular qoladi. Va to'ldi. Darrog'a to'ldimi? Zile yasalmadım da. Alam. Shunday. Bu narsalarni almashtiramiz. Shunday. Buni shunday ketadi. Tushamiz. Qo'yamiz. Do'stlar, hozirchalik xayrlashaman. Xayr. Keyingi videolarimizni tomosha qiling.